orqali savdoni oshirish. Yaxshi ishlayapti, zo'r. Nima xat ketdi endi yana tez yurgan bo'lsam kerak-da ya. Darsimiz jarayonida savdoni oshirish instrumentlarini o'rganamiz, lekin qo'limda savdoni barakasini oshiradigan zo'r instrumentlardan bittasi turibdi. Avtomobillarning turi ko'p, lekin mana bu yo'lda xizmat qiladigan avtomobillarning niyati bir. Albatta, bu imkoniyatni siz ham o'tkazib oling. Biz mashg'ulotlar jarayonida yiqqan kuch-quvvatimizni nafaqat jahon arenalarida, musobaqalarda, balkim shunaqa joylarda ham sarflashimiz kerak. Bu yo'lda xizmat qiladigan kuch eng yaxshi kuch. Bu yo'lda xizmat qiladigan mashinalar eng yaxshi mashinalar. Bu yo'lda xizmatdan keyin topadigan lazzat eng yaxshi lazzat. 17, 18, 19 aprel kunlari Vaqf xayriya jamoat fondi Navoiy viloyati safariga yo'lga chiqamiz. Lavozimimiz, ko'rinishimiz, yoshimiz har xil bo'lishi mumkin. Eng asosiysi niyatimiz yetim boshini silash, miskinlar, xastalar holini yanada yaxshilanishiga sababchi bo'lish. Shunday ekan, mana shu yo'lda birlashish uchun navoiylik barcha xolislar, homiylar sizlarni o'z safimizga taklif qilamiz. Hoziroq bizga aloqaga chiqing. Bu fursatlardan foydalanib qoling.